boshqatdan gapiray, mayli. 1 2 3. Nimaga semirib ketyapman? Nimaga charchab ketyapman? Sochim to'kilib ketyapti. Bizni bugungi ayollarimizda shu muammo trendga aylandi. Bugungi suhbatimiz esa shularga yechim topamiz. Gormonlar bilan gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshim esa endokrinolog Sitora xonim bo'ladilar, ya'ni shifokor. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizni kichikgina studiyamizga. Assalomu alaykum, rahmat, xush ko'rdik. Men Sitoraman, amaliyotchi shifokor endokrinolog. Bizda kundalikda har kuni bezovta qiladigan, tez charchash, ko'p vazn olish, shunaqa muammolarga xudo xolasa bugun oson, yengil tilda yechim berib ketamiz. Yechim beramiz. Zarabda o'zi aytishadi, bu vitaminlar millionga qimmat, bitta vitamin olsam $100 deb o'ylashadi. Aslo unaqa emas. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, kichiklaridan boshlab turib, sizni muammolaringizga yechim topamiz. To'g'rimi, Sitora? Xudo xolasa. Aslida bu faoliyat bo'yicha necha yildan beri shug'ullanasiz? Men o'zi tibbiyot bo'yicha bir 8 yildan oshiq opitim bor, xolasa. Endokrinologiyani boshlaganimga уже 3 yildan oshdi. 3 yildan o'tdi. Shunaqa hozir o'qishlarni bitirib shu yo'nalishda mahkam men to'g'risi gap kecha yaqinda bildim. Shunda ham Amerikani vitaminni reklama qilganimda bildim. Oldin o'ylardim, endokrinologlar bilan buqoq kasalliklarini tekshirib, buqoq doktoriga bordirdim-da. Men bilmasdim shu nom bilan atalishini. Shunda bildim, Amerikani vitaminni reklama qilganimda. Birinchilardan bo'lib mana shu vitaminlarni biz aytganmiz, rekomendatsiya qilganmiz, lekin aynan mana shu savdo markazida shifokor faoliyat ko'rsatishini. Shunaqa ham sotib olsa bo'lmaydi. Men Instagramga kirsam, chunki o'zimizning yoshimiz katta bo'lgancha vazn orttiramiz-ku, darab shu narsa chiqib keladi. Reelsdan ko'rishimizga-da vazn ortdi, mana vitaminni ich, mana bu vitaminni ich. Borib shuni vitamin sotib olsa bo'lmaydimi? Borib shunday vitamin sotib olishni tavsiya qilmagan bo'lardi. Nimagaki, baribir individualniy podxod degan narsa bor. Har bir odamga o'ziga to'g'ri keladigan dozasi bo'ladi. Shikoyatlardan kelib chiqib podbirать qilingan narsa yaxshiroq effekt olinadi. Chunki o'zidan o'zi palapartish hammasini har xil hamma reklamada chiqqanini ichib ketish ham ko'pchilik aytadi, effektini olmadim, sezmadim, pulim bekorga sarf bo'ldi degan gaplar bo'ladi. Shuni oldini olish uchun желательно individualniy podxod bilan hamma sizni shikoyatlaringizni eshitgan holatda kerak bo'lsa analizlar topshirtirib, o'sha analizlarga qarab berilgan tavsiyalar, rekomendatsiyalar bo'yicha ozmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir o'zingizga bo'lgan savolingizga yechim topmoqchi bo'lsangiz, yaxshi bo'lgan bo'lardi. Chem как попало ekan. Meni qornim, mana kortizol deyapti-ku, mana roliklar chiqib ketdi-ku, haligi qorningiz ishib ketyaptimi, bu kortizoldan, soatingiz botyaptimi, izi chiqib qolyaptimi, bu kortizoldan, ovqat yesangiz ham semirib ketyapsizmi, bu kortizol o'zi nima narsa bu? Kortizol bu o'zi organizmimizga kerak bo'lgan gormon hisoblanadi, buyrak usti bezlaridan ishlab chiqariladi. O'zi kortizolda ishlash mana bu tabiatdan qisqa muddat bizda stressga adaptatsiyani keltirib chiqarish kerak. O'zi aslida, lekin hozirgi hayotimizda stresslar juda ham ko'p. Mediadan har xil noxush xabarlar eshitiladi. U ham biz uchun stress. Shu narsada постоянно oshib yurishi kuzatiladi. Shu narsa uchun shuning uchun ham bir xilda aytishadi, yangiliklarni eshitma, bu senga lishniya informatsiya deb. O'zi kerakli gormon normada ishlaganda, aytganimdek, постоянно stressda yurganlarda kortizol oshadi. Kortizol o'zi oshganda mana bu qorinda aytyapsiz-ku, semirish bo'ladi. Qorindagi visceralniy jirda unga bo'lgan retseptorlar deydi. Shunaqangi uni sezuvchi hujayrachalar bor, retseptorlar, o'shalar yaxshi sezib, o'sha tarafda отложение yog' to'planishi ko'payadi. Va aytyapsiz, mana bu soatlarni izi qolishi. Bu atyok deyiladi, shishish, organizmda suvni ko'p ushlab qolinishi, haddan tashqari ko'proq. Kortizol shunaqa gormonki, kontrinsulyar gormon hisoblanadi, qonda shakarni miqdorini oshirib yuboradi. O'sha hisobiga ham постоянный striyalar hosil bo'ladi. Kollagen ishlab chiqarilishi ham kamayib ketadi. Kortizol oshgan payti bizda immunitet ham tushib ketadi. Постоянный stress payti yurganda odamda organizmida immunitet ham tushadi, o'shanga tez-tez shamollashlar bo'ladi. Kollagen kam ishlab chiqarilganiga bilsangiz striyalar hosil bo'ladi. Qizarishlar suv ham organizmda keragidan ortiq ko'p ishlab qolinadi.
oshqozon ichi traktida ham kortizol baland bo'lgan odamlarda bizga kerak bo'lgan vitaminlarni so'rilishi kamayib ketadi. Chunki stress paytida siz hech qachon ovqat yey, menga singsin deb organizm ishlamaydi. Organizm avariyniy holatda. Unga hozir kerak yechim qanaqa bey ili begi, ur yoki qoch. Ana shunaqa tempda u o'zini energiya zapasini faqat mышцаларga berish kerak. Hozir energiya bilan ta'minlab berish kerak. Oshqozonlarga, boshqa joylarga lishniy energiya yo'naltirmaydi. Shuning uchun ham kortizol baland bo'lgan, hozir ko'p shu stressdan o'shanga har xil dihательный praktikalar ko'p targ'ibot qilinyapti stress kamaytirishga va bu hozirgi kunda juda ham aktual bo'lib kelyapti. Hozir mana kortizol desam, bu stressga bog'liq deyapsiz. Demak, stress gormoni. Stress gormoni ekan. Bizda demak, xursand yursangiz, stressga tushmasak, kortizol problemasi bizda bo'lmaydi, muammosi bizda bo'lmaydi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Endi demak, vitamin ichmasak ham bo'laveradimi? O'sha stressdan tushib olsak. Yo'q, hozirgi kunda bizda iqlimimizdan men savol to'g'rilab olay, masalan, mana kortizoli baland insonlar mana shunaqa holatlarda sizga borib uchrasa, qanday vitaminlar tavsiya qilasiz-u, lekin shu inson vitamin olmasdan ham stresslarini to'g'rilab olsa, kortizoldan xolis bo'la oladimi? Hamma narsa odamda o'ziga bog'liq bo'lgan bu holatda ishlaydi. Masalan, 70% odamning o'zidan uyqu eng katta bizada Alloh tomonidan berilgan dori vositasi bu uyqu. Hozir hamma nechida yotyapsan? Mana kelgan patsientlardan hammasidan so'raganimda 12da, 1da, ayniqsa shahar holatida juda kech yotish urfga chiqqan, qanaqadir tendensiya desa ham bo'ladi. O'zi 11 gacha yotsangiz hamma gormoningiz normalda ishlaydi. Ertalab kortizol pikoviy bo'ladi, biz uyqudan turgizish uchun. Kechqurun u kamayib melatonin gormoniga almashish kerak. Shundagina u o'zini o'zi obnovlение bo'ladi organizmda. Shu narsa bo'lmaydi. Kechasi ham sizda kortizol baland, chunki siz uyg'oqsiz, melatoningiz yo'q, ishlab chiqarilmayapti. Siz kech-kecha telefonda o'sha ekraniga qarab o'tiribsiz. Shu uchun ham ertalab ubitli turasiz, tura olmaysiz, uxlagan bo'lsangiz ham uyquga to'ymagansiz, chunki shu sirkadniy ritmlarni buzilish kuzatiladi. Shunga ham noto'g'ri ishlash, oshib ketish paydo bo'ladi. Hozir bitta savol bor-da, telefonga qarayapsiz, kechasi uxlamayapsiz, stress holatdasiz, semirib ketishingiz mumkin, bu kortizol deyapsiz. Mani mobilografim kechasi 3 ta video tashlaydi. Nimaga bu bola semirmaydi o'tmani? Bu narsa to'g'ri. O'zi hamma narsa hamma omillardan kelib chiqadi. Bu narsaga tashqi omillar o'zini rolini o'ynaydi. Ovqatlanish tarzi, genetika o'zini anaqasini ko'rsatadi baribir. Genetika bo'lishi mumkin. Genetika bo'lishi ham mumkin. Keyin erkaklar bilan ayollarning metabolizmi ham baribir boshqacha holatda bo'ladi. Shu hisobiga ham bo'lishi mumkin. D vitamini kayfiyatga ta'sir qiladimi? D vitamini to'g'ridan-to'g'ri. Keling, vitaminlar mavzusiga o'taylik. Mayli, kortizol bu men bilib olganim uchun kortizolni sizdan so'radim-da. Aslida vitaminlarni mana Amerikaning vitamini deb reklama qilishadi. Bu Turkiyadan keladi deb reklama qilishadi. Bizda o'zimizda vitamin yo'qmi va bularning ustunlik jihati? Xo'p, Amerikadan keladi, Turkiyadan keladi, nemetskiy vitaminlarimiz bor. O'zbekistondan ham endi shu narsa urfga chiqqaniga yaxshi ishlab chiqarishyapti. Hamma vitaminni tanlashda birinchi o'rinda e'tibor beriladigan narsa bu tarkibga qaratilgan bo'lishi kerak. Unda aktivniy forma degan narsa bor. Masalan, magniyni oddiy oladigan bo'lsak, magniy oksidi hamma joydan ishlab chiqariladigani bor. Lekin sizga kerakli magniy oksidini o'zini so'rilish darajasi past bo'ladi. Magniy glitsinat holatingizga qarab stressingiz balandroq bo'lsa yoki sitrat qabziyat bilan aziyat chekayotgan bo'lsangiz yoki umstinniy zo'riqish bo'ladi. Aqliy mehnat bilan ko'p faoliyat ko'rsatsangiz, magniy L-trionat bor. Shunaqangi aminokislota bilan qo'shilgan, чтобы miyaga yaxshiroq kirish uchun shularni olsangiz siz uni effektini tezroq bilasiz. Magniy oksidni ham bilasiz, sekinroq, ko'proq dozada. Chunki u nima desam, tabiiy mineral bo'lib organizmda yaxshi so'rilish darajasi pastligi uchun. Shu endi bu Amerikaning vitamini ustunlik jihatini aytyapsiz menga? Yo'q, shu narsa tanlanganda men ko'p narsani kuzatdim. Mana nemetskiy vitaminlarda ham tarkibida magnezium yoziladi xolos. Imенно u qaysi magniy oksidimi, magniy glitsinatimi yozilmagan bo'ladi. Men shunga yozilganlari ham bor, yozilmaganlari ham bor. Turetskilar ham yaxshi, lekin
lekin men ko'proq предпочтениeni amerikanskiylarga anaqa ko'rsatgan bo'lardim. Yaxshi ishlab ham beradi. Вот o'zingiz praktikangizda yozdingizmi, назначение qildingizmi, ko'rsatadi o'zini effektini. Masalan, 5 kunda, bir haftada уже sekin ko'rishni boshlaysiz. O'zbekistondagilarga qaraganda hamma o'sha amerikanskiy meni ishonchli necha yillardan beri ularda 1800-yilda ochilgani bor, 1900-yillardan 100 yillardan beri ishlab ish faoliyatini ko'rsatib kelayotganlar bor. Ularda hamma sertifikatlar bor. GMP, NSF, hamma sertifikatlari borligi uchun shunaqangi nima deydi, doверие, ishonch bildirishingiz ko'proq bo'ladi amerikanskiylarga. Halollik sertifikatlarini ilova qilishadimi ular? Halollik sertifikatlari bor. Masalan, o'zingiz свободный соискатель bo'lib ham qidirib topsangiz ham bo'ladi. Ayrimlarda hozir shunaqa требование bo'lyapti, halolligiga qo'yishyapti. Hammasini ham deyolmayman, lekin shunaqa olayotganingizda o'zingiz masalan jelatinli bo'lsa, veganskiy bo'ladi, veganskaya kapsula bo'ladi, o'sha o'simliklardan olingan degan ma'noda shularga qarab o'zingiz ham sekin ajratib olsangiz yaxshi bo'ladi. Da. Lekin siz kelgan patsientlaringizga hammasiga aytib deb berasiz. Eng jelatin eng yaxshi formada, kerak bo'lsa oshqozonlarda problema bo'lsa suyuqrog'ini ko'proq tavsiya qilib yoki mana shu halolligi ular uchun birinchi o'rinda bo'lsa ko'proq mana shu molniki yoki baliqniki qilinganini tavsiya qilib o'zimizning mentalitetdan kelib chiqqan holatda. Namangannikida bu ko'proq urfga chiqqan baribir. Mentalitetga qarab turib. To'g'risini ayting, vitaminlarning o'zi foydasi bormi yoki bu marketingmi? Vitaminlar kameraga qarab to'g'risini gapiringchi, xolisona. Vitaminlarni men o'zimda sinaganman, o'zimda effektini sezganman, bolalarimga berganman. Men nima deydi, o'zi boshidan kechirgan odam, menimcha ko'proq profi bo'lib ketasiz. Men birinchi qizimda bo'lgan, shunaqa o'zim ham student bo'lib, medik bo'lib yurganmiz, lekin to'g'ri turmush tarzi bo'lmagan. Har kun tam gazirovka, sladkий napitklar bo'lgan homiladorligimda ham. O'shanga birinchi qizimda shunaqa raxitichniy признакlar bo'lgan, уже 1 yoshdan oshganda kuzatish boshlaganman. Сразу doktor Jahona bo'lardilar, pediatr bilan знаменитый. Ularga ham даже Telegramda yozganman va rahmat aytaman, что javob berganlar. O'shanda prям uglubitsa qilib kirib ketganman. O'zimga zakaz qilardim, bolalarimga tinmay zo'r effektini ko'rganman. Kalsiylar ham aptekalarimizda yo'q emas bor, lekin u darajada ko'p emas. Keyin dozasi, mana bu kombinatsiya har xil kerakli narsasi bilan borni men amerikanskiy vitaminlarni ichida ko'rganman. Zo'r tarafi aytganimda hamma ichidagi ingredientlari shuni shaffof ko'rsatilgan. Boshqalarda mana qidirganman, nemetskilar ham ishlab beradigan ham bor, yo'q emas, lekin amerikanskiyda ochib berilgan, oddiy. Ideal inson ham soppa sog'manmanda, hech narsa yo'q degan inson ham vitamin ichish kerakmi? Hozirgi kunda menimcha ha. Nimagaki? Hozirgi kunda sog' odam o'zi yo'q demadingiz, yaxshi. Hozirgi kunda yo'q, o'zini sog' deyishi mumkin, lekin har tomonlama check-up qilganingizda qanaqadir отклонение bo'lishi mumkin. Chunki mana yaqinda ham juda katta biohaker o'zini sog'ligi uchun milliardlab даже pul sarflaganda oshqozonda problemalar kelib chiqqan. Shuning uchun hech qachon o'zingizni prям sog'lom Xudo xolasa bo'ling, lekin mana bu ifloslangan muhit, yetirgan ovqatimiz yarmidan ko'p, juda ko'p qo'shimchalarga boy. Sintetический demoqchiman, ishlatayotgan shampuningiz, gellar dusha, idish tovog'ini anaqalarda qoladi baribir. Bu o'z ta'sirini ko'rsatadi. Yetirgan mana bu poliz ekinlarimiz ham oldin juda kam dorilangan bo'lsa, hozirgi kunda pestitsidlar, gerbitsidlarga boy. Mikroplastik tendensiyasi bular ham baribir shu aylanib kelib sizlarga uchrash kerak ekanda, sog'lom odam. Da. Shug'at ham bo'ladi. Men o'zi bu yoqdan qarasangiz, kameralardan ham ko'rganmisiz, energetik nima, haqiqatdan haligi yonib turaman-da, hatto men blogerlarimga ham sizlar gapirmaysizlar, g'oya bermaysizlar deb so'kib turaman-da. Menda o'zi qaynoqlik bor. Ammo shunda ham charchoqlik, uyqusizlikka duch kelaman. To'g'risiga o'zi ertalab bilaman-da, yuzimdagi atyoqlar haqiqatdan bo'ladi ayol kishida-da. Mana shunaqa holatlarda qaysi tahlillarni men topshirishim kerak? Men bu yoqdan ko'rgan odam meni
soppa-sog' deb o'ylaydi, lekin o'zimni ichimdagini o'zim bilaman. Shu paytda qanaqa tahlillarni shunchaki borib topshirishim kerak? Shunchaki oddiy tahlillarni mana aytyapsiz bor va bizda O'zbekistonda endemik zona hisoblanadi. Shunga ko'ra men sizga TTG birinchi очередь назначать qilgan bo'lardim. Erkin T4 hozirgi kunda lekin nimagadir juda ham ko'p antitip analizlarining natijalari juda ham yuqori chiqyapti. Uni ham men добавочно qo'shgan bo'lardim. Bu qanaqa analiz? Buni siz meditsina tilida gapirmang, endi buni bizning tilimizda gapiring. Qalqonsimon bezga o'zimizning organizmimizdan immunitet qalqonsimon bezga ataka ochgan bo'ladi, urush e'lon qilgan bo'ladi. Bu urush endi boshlanayotgan bo'lishi mumkin, bu urush agressivniy urush bo'lishi mumkin. O'sha qalqonsimon bezimizda to'qimasini zararlayotgan bo'lishi mumkin. Shunga qarab TTG gormoniga analiz, ferritin обязательно, D3 vitamini konsentratsiyasi qanaqa holatda va bazaviy общий analiz крови. Undan ham yallig'lanish darajalarini, qon tahlili demoqchilar, umumiy qon tahlilini ko'rsa bo'ladi. U ham juda informativniy. Va ferritin bizda hamma ayollarni bir bilmayman 90% da anemiya juda keng tarqalgan, o'sha hisobiga energiyasi past, soch to'kilishi, bu даже o'zimiz uchun oddiy holatdaqa. Ha, sochim to'kilib turadi deyshadi. Necha endi tug'dimda, endi ikkita tug'dimda, uchta tug'dimda. Endi to'kiladi endi 30 yoshdan keyin shu endi semirasanda 30 yoshdan keyin vazn qo'shasanda deyshadi. Biz hamma narsa parhez qilsak ham 30 yoshdan keyin semirib ketaveramiz. Bu organizmda o'ziga xosligi ham bo'lishi mumkin va aytganda qalqonsimon bez faoliyatini pasayishi bilan hamma narsa shunga borib tegishdi. Chunki koroleva hisoblanadi. Hamma moddalar almashinuvini boshqaradi qalqonsimon bez. Bu bepushtlikka ham olib kelishi mumkinmi nazoratsiz qoldirilsa? Oldin shunaqangi holat borki, qalqonsimon bezimiz bizda stress bo'ldimi, stressda hamma resurslarni ishlatib yubormasligi uchun gipotiroz holatiga o'tib oladi. Bu degani hamma joyda metabolizm kamayadi. O'sha moddalar almashinuvi sekinlashgani hisobiga ham bu ham otsipnay reaksiya bo'lib bepushtlikka olib keladi. Aslida mana biz eng nazardan chetda qoldiradigan narsa bu shu qalqonsimon bezga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Aytganimdek, o'sha kamqonlik ham qalqonsimon bez juda ham sezgir bo'ladi. Temir tanqisligi anemiyalariga, вообще anemiyaga, o'shanga faoliyati pasayib ketadi. Shunga kecha ham bitta случай so'rayman, просто gaplashib ketayotganda nima hisobiga men temir ichishim kerak, pastan anemichni yuraman. Nima hisobiga qattan temir ham o'zini o'zi qabul qilinadi. Endi ayollarda hayz sikli hisobiga kamayadi, lekin 6 darajasida yurmaslik kerak-da. Bu yo'q, nolga teng degan. Ana mashinangizda benzin prям krasniy bo'lib sekin yurasiz, xuddi shunaqa holatda hamma narsa sekin kechadi va hozirgi kunda dolzarb bo'lgan onkologik protsesslarni ham в разы oshirib yuboradi kelib chiqishini. Vitaminlar, mana bizda turlicha vitaminlar, bu menimcha hayot tarzi o'ta zarur bo'lgan vitaminlarni olib kelibdilar. Setora o'zlari Americano vitaminda ishlaydilar. America Vitamins adashmasam nomi, savdo markazlarining nomi. Mana boy videoni ham boshida aytib o'tdim, birinchilardan bo'lib vitamin magazinda mutaxassis faoliyat ko'rsatyaptilar. Ya'ni alohida klinikaga borib, очередga turib, kassaga pul to'lab, qabulga to'g'ri mana Amerika vitaminiga kelsangiz, o'zlari shu yerdalar. Mutaxassis bilan maslahatlashasiz. Vitamin D bo'yicha aytmoqchi edim. Mana misol uchun D vitamini yetishmovchilik bu kayfiyat tushishi, holsizlik va vazn orttirishga sabab bo'la oladimi? Ha, sabab bo'la oladi. Chunki o'zi D vitamin nima narsa bu? D vitamini oldingi literaturada ham, даже hozirgida ham progormon hisoblanadi. O'zi prям gormon emas, lekin gormongacha bo'lgan shunaqangi faol modda hisoblanadi. Bu hozirgi mana bu dalillarga asoslangan tibbiyotda ham, preventivniy tibbiyotda ham, meditsina o'zi bitta narsa-yu, lekin hozir juda bo'lishyapti. Ahamiyati juda ham katta, chunki D vitamini o'zi serotonin ishlab chiqarilishiga xomashyo bo'lib hisoblanadi. D yetishmadimi, serotonin kamroq ishlab chiqarilib, baxtlilik sezish shunaqasi. Baxt gormoni ham bor ekan, shunaqa gormon bo'ladi. O'sha ham kamroq ishlab chiqariladi. Vitamin D yetishmasligi o'zi depressiyaga ham olib kelishi mumkin. Bizda juda ham ko'p defitsitda yurishadi. 3, 8 qanaqa yashayapsiz degan savol beraman-da, shu darajada. Жить полной жизнью degan narsa bor.
hayotni to'laligicha mana zaryadingizni 100% qilib yashash bor. 30, 15, 10% zaryadda yashash borda. Bu boshqa narsalar. Menimcha telefoningiz ham 10 dan pasaysa sekinroq ishlashni boshlaydi-yu. To'g'ri. Xuddi shunaqa. Nimaga odamlar oilaviy vitamin desa ham lekin ta'sir qilmaydi? Shunaqa insonlar bor. Mana ayniqsa blogerlarni ko'raman-da, mana bunaqa idishi bor ularni. Savolishadi. Ha, 8 talab ko'rsatishadi. Nimaga uni ichsa ham ta'sir qilmaydiganlar bor-da? Mana aytganingizdek, marketing qurboni o'zlariga palapartish, hamma reklama qilganini olib, to'g'ri doza yetarli bo'lmagan dozada ichishadi birinchidan. Ikkinchidan o'zlariga to'g'ri kelmagan shakli bo'ladi. Mana aytganimdek, ularda ko'proq stress, ular tam deylik titrat forma magniy olib olishlari mumkin. Ularga zero glitsinat ko'proq mos kelgan bo'lardi. Shunisi bor va oshqozon ichak trakti bizda hozirgi kunda fast foodlar, noto'g'ri ovqatlanish, o'sha hisobiga ham oshqozon ichak traktidan singishi, mana ovqat yurasiz, lekin singishi past. O'sha ichayotgan vitaminlari so'rilishi qiyin. Va vitaminlarni O'zbekiston aholisida har bitta ovqatga choyni qo'shib, kofe, kola, любой narsani qo'shib ichishadi. Bu ham noto'g'ri. Bergandingiz menga 5 ta vitamin. Lekin orada mana kolani ichamiz, fast food yeymiz. Qanday organizmda pH muhiti bor. Sirida ana shu o'zgarsa ham vitamin aktivlashishi qiyin bo'lib qoladi. Shu narsa bor. Parhezni to'g'ri qilish kerak. O'shanga suv rejimiga e'tibor berish kerak. Vrachlar aybdor emas. Vitamin olgandan keyin parhezni to'g'ri ishlang. Vitaminlar suv bilan ichishga alohida e'tibor berish kerak. Nimaga kalsiyni yozda ichib bo'lmaydi deydi? Kalsiyni yozda ichib bo'ladi. Kim unaqa degan bilmadim. Ana bolalariga, farzandimda bor ozgina suyakdan tishlari. Kalsiy bermoqchi edim. Yo'q, yozda ichib bo'lmaydi kalsiy. O'zi quyosh, o'zi kalsiy. Yozda aytganingizdek D vitamini yaxshiroq singadi deyishadi, lekin D vitamini terida quyosh nuri ostida ishlab chiqarilishining ham o'zining kriteriylari bor. Siz soat 9:30 gacha plyajda yotganda zagaratsiya qilib yotsangiz, keyin u ishlab chiqariladi. Bizda mana bolalaringiz mayli shunaqa qilar, lekin ko'p holatlarda o'rangan va tanangizda bir qismi ochiq bo'lsa ham, bu degani u kerakli miqdorda ishlab chiqariladi degani emas. O'shanga agar o'z yozda ishlab chiqariladi, D vitamin normada bo'ladi, yeydigan ovqatingizdan o'sha kalsiyni singishiga ichakdan yordam beradi. Lekin hozirgi kunda hammada D vitamin defitsiti, o'shanga bemalol kalsiy ichsangiz bo'laveradi. Mutaxassis bilan maslahatlashing. Обязательно mutaxassis bilan albatta gaplashish kerak. Kollagen masalasi. Kollagenlar hozir rosa ko'payib ketdi-yu. Har xil firmaning kollagenlari bor. Buni siqib, suvga aralashtirib ichib olishadi. 35 yoshdan keyin kollagen kerak bizga deyishadi. Hozir даже bu tendensiya 25 yoshdan keyin. Yo'q-e? Da, 25 yoshdan keyin tabiiy kollagen ishlab chiqarilishi sekinlashadi. O'shanga ichib yurishdi-da, men ham tavsiya qilgan bo'lardim. Kollagenni mana mavzusiga kelganimizda uzr gapingizni bo'ldim. Har xil kollagen ichib bo'lmaydi, jenskiy anaqalarni yo'qotib yuboradi deydi. Mana kasalligingiz bo'lsa, boshqa bo'lsa, yo vitaminlarni shunaqa deb eshitganman. Vitaminlar, kollagenni daxli yo'q bunga? Yo'q, kollagenda unaqa daxli yo'q. Kollagen o'zi shunaqangi olishda ham kriteriysi bor. Gidrolizirованный bo'lishi kerak, peptidli kollagen bo'lishi kerak. O'shanda siz organizmingizga kirib, oqsil sintezida u parchalanadi-da, sizdagi oqsil defitsitini yopib yuboradi. Hozir ko'pchilikda oqsil defitsiti bor. O'shaning uchun ham kerak. Lekin kollagen ichyapsiz, ichayotganda ko'pchilik bir haftada уже effektni, wow effektni kutishadi. Unaqa bo'lmaydi, chunki oqsil qayerda yetishmayapti, qaysi organizmda yetishmayapti. O'shanga borib, qancha davr davomida ichiladi kollagen? 2 oy ichsa ham bo'ladi. Masalan, defitsitiga qarab, siz qanchalik yetishmayapti, o'shani to'ldirib, keyin necha yoshdan boshlab tavsiya qilasiz kollagen ichishni? Peptidli kollagenni men o'zim даже 3 yoshli qizimga ham beraman. Shuni shokoladnisi bor. Chunki oqsilni mamcha nidoberatiya qiladi. Baribir ularda gepatitni oshqozondan so'rilish qiyin, yegan go'shtni ham shunga qo'shib turaman. Chunki ular aktivni yuradi, yaxshi o'sishni xohlayman baribir. Immunitetni hamma joyi yaxshilashga ham bog'liq. Yuqori vazirlik. Yuqori vazirliklar, to'lachalar, polvonlar ozmoqchi bo'lsa dietologlar deydimi? Dietolog, nutritsiolog. Dietologlar bilan birgalikda sizlar bilan ham ishlash kerak ekanda, demak. Shunaqa, lekin endokrinologni o'zi ham ozdirib yuborishi mumkin. Uni qolipga solib qo'y. O'rtoq, mana sizlarga hamma bu konsultatsiyani pulga oladi. Men sizlarga tekin beryapman. Bemalol nomerlarni qoldiraman. Bitta narsa, men bu kollagen, kollagen. Mana fitnessga chiqamiz-ku ayollar.
chiqadiganlar bor. Fitnessga chiqqanda ham mana shunaqa narsalar ichishadi-yu. Kerak, ha. Kerakmi bu narsa? Kerak. Nimagaki nimalar ishlaydi-yu nima fitnessga chiqqaningizda baribir ishlaydi. Mana qarang, siz mashinangizda 120 da yursangiz qancha benzin yo'qotasiz, 60 da keltirib yursangiz qanaqa benzin rasxod bo'ladi. Xuddi shunaqa fitnessga chiqqaningizdan keyin ko'p energiya, ko'p oqsilga bo'lgan ehtiyoj, B kompleks vitaminlarga bo'lgan ehtiyoj oshib ketadi v razi. Shuning uchun qo'shimcha bermasangiz organizmingiz tez charchab qoladi. Hamma zapasni ishlatib qo'yadi, keyin battar holsizlik. Yana bitta narsani eslatib ketmoqchi edim. Ferritin pasodi ayollarimiz. Bu nima bu o'zbekchasiga ayting? Ferritin kamqon. Ha, kamqon. Kamqon ayollarimiz. Xalq menman-da, endi biz shunaqa tushunamiz. Shunaqa to'g'ri. Kamqonliklar diqqatiga. Hamma kamqon o'zi hozir. Shunaqa kamqon ayollarimiz, mana siz ham o'zingiz uyda kardio qilib ko'rmoqchi bo'lasiz, lekin tez charchab qolasiz. Shuna og'ir bo'lib yotib qolasiz. Birinchi navbatda qoningizni ko'proq to'ldirishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki ferritin o'sha kam qonlilarda kardiolar bu qo'shimcha nagruzka. Chunki oddiy holatda organizmga o'zi yetarli bo'lgan kislorodni zo'rg'a yetkazib boradi. Endi siz sakraganingizda yanada u ko'p rasxod bo'ladi-ku. Organizmingizga kerakli moddalar, kislorodlar yetishmay qoladi. Shuning uchun kamqonlikni ham davolaymiz. Birinchi, общий profil yaxshilab sport bilan shug'ullangan yaxshi. Mani qizimni misol uchun shu gapingizga qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Qizim gematolitskiy. Ularda qonida traumatit degan modda kamroq. Shu gematolog vrach aytdi-da, mayli, hammasi normada, qoni kamayib ketmasin deyapti-da. U yaxshirog'i, alhamdulillah, Allohim endi bizni sinadi. Yaxshisi, yaxshi nimada. Menda janimda ham shunaqa bor. Ha, traumatit kamroq, lekin yaxshi qani burni qanamaydi, boshqa bo'lmayapti. Hozir endi ancha lecheniya oldik. Yaxshi qaraganingiz hisobiga. Ha, yaxshi qaradim. 3 yoshdan boshlab lecheniya qildik. Hozir mana 15 yoshga kirgan bo'lsa, yaqinda hozir lecheniyadan keldi. Qoni tushib ketmasin deyapti. Bu bilan nima demoqchiman? Haqiqatda yoshi nechida bo'lishidan qat'iy nazar, qoningiz zo'r normada bo'lib tursa, hamma narsa ideal ishlab berar ekan. Mana hozir yuqorida aytib o'tganimday, vitaminlarni ichsak ham ta'sir qilmayotgan holatlar bo'ladi. Albatta mutaxassis bilan xulosa qiling. Mana Instagramda reklamada chiqib qolsa, men ularga qarshiligim yo'q, marhamat, hamma o'zini savdosini qilsin. Buyurtma berasiz, uni noto'g'ri ichib qo'ysangiz, sizga noto'g'ri ta'sir qilib qolishi mumkin. Qaysidir vitamin qaysidir joyingizga foydali bo'lsa, qaysidir joyingizga zarar. Yaxshisi mutaxassis bilan bog'laning. Amerikano vitamin, bularni Namangan shahrida magazinlari, savdo markazlari bor, ammo ijtimoiy tarmoqda bemalol faoliyat yuritishadi. Individual o'zingiz bilan gaplashadilar, Sitora, Telegram orqali, Instagram orqali bog'lansangiz bo'ladi. Misol uchun sizga bergan o'sha retseptlari bo'yicha analizlarni yuborib bersangiz, bular o'zlarining konsultatsiyalarini beradilar va o'zlaridan vitaminlarni xarid qilsangiz, bitta ustunlik jihati, men Sitora hurmat qildim sizlarni. Bu reklama emas, tavsiya, chunki men ham ayolman-da, ikkita farzand onasiman. Hamma sog'lom bo'lish xohlaydi. Farzandimiz uchun kerakmiz biza. Endi mana vitamin ichyapmanmi? Yozyaptilar qizimizga 15 kundan keyin. Olib ichyapsizmi vitaminlaringiz? Nima bo'ldi? Mana shu yerda yozishmalarimiz bor. Har bir vitaminni rasmi bilan, endi biz mutaxassis emasmiz-ku, rasmi bilan yonida qanaqa ichish kerak, necha mahal, bu qayerimga ta'sir qiladi, yozib berilgan. Har bittasi rasmini bilan ko'rsatib qo'yilgan. Sitora mana shu jihatlarni ushlab qolinglar. Men qoyil qoldim. Chunki tushunmayman o'zim. O'shanaqa menga tushunmaydigan xalqlar sizlar bilan bog'lanishadi. Instagramlariga obuna bo'lib oling. Sitoraga esa men bugungi suhbatimizga rahmat aytaman. Vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat va bu manfaatli bo'ladi degan umiddaman hammaga. Bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Konsultatsiya bepul o'rtoqlar. Bepul o'zlari bilan bog'laning, gaplashing. Darrovda sizga mana vitaminni iching deyishmaydi. Konsultatsiyani bepul berishadi. Bunaqa faqatgina Sevara Ismoilovani profilida deb bunaqa foydalilar. Obuna bo'lib oling va buni kortizolim bor deb behudadan behuda semirib, behudadan behuda vitamin ichib yurgan dugonangizga bu videoni yuborib qo'ying. Sitora, xush kelibsiz. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar.